3 million marta ko'rishga ega bo'ldi. Kattakon rahmat. Obunachilarimiz soni 140 mingtaga yetdi. Video sifati ancha yaxshilandi. Ko'rishlar soni ham oshib boryapti. Ko'rdingmi bu yaxshi muharrirning foydasi? Sen bo'lsa Gayulni olaylik desam o'ylanib o'tiribsan. Kimmanmi? O'shanda shu video emas sabab. Bizni qanday mashmashalar kutayotganini bilmasdim. Agar shu bolani yengsam, meni ham YouTube kanalim mashhur bo'lib ketardi. Yoqimtoy harakatlaringni bas qilsangchi. Sani bunchalik kichkina deb o'ylamagandim. O'shana Gayulni atrofida o'rlashib yuribdi. Ular Gayulga xavf solishi mumkin. Meni ham juda ham jahlim chiqdi. Bu menga qo'ng'iroq qildi. Menga qanaqa qarayotganini ko'rsam qo'rqib ketaman. Keyin u mendan so'radi. Uni chiroyli hisoblaymanmi yo'qmi? Qaysi videoni aytibsan?